Alloh taoloning taqsimiga rozi bo'l, eng boy odam bo'lasan. Banda Robbisi unga nimani taqsim qilgan bo'lsa, shunga rozi bo'lishligi shart, lozim, vojib. Demak, kim inson Alloh taqdir qilgan narsaga norozi bo'lar ekan, u Allohning buyrug'ini bajarmayapti. Alloh taolo aytadi: "Fahuz ma ataytuka va kum minash shakirin." Men sizga ato etgan narsani oling va shukr qiluvchilardan bo'ling. Nimani taqsim qilgan bo'lsam, qaysi yurtda yashashing, qancha davlating bo'lishi, bo'ying, ranging, senga nimani taqsim qilgan bo'lsam, buni olda, rozi bo'l deb Alloh taolo buyuryapti. Demak, inson norozi bo'lishligi bilan o'zi gunohkor bo'ladi. Endi gunohni qilib turib, inson qanday bir saodatda yashashligi mumkin? Alloh taolo aytadi: "Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Qarang, Alloh taolo bizga nima buyruqni buyurgan bo'lsa, shuni qilishligimiz siz bilan bizga shart, farz. Qilmasak gunohkor bo'lamiz. Alloh qil degan ishni qilmasak, albatta jazosi bor dunyoda o'zida. Alloh aytadi: "Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas u uchun tanglik, baxtsiz hayoti bor." Meni esla, meni ko'rsatmam bilan yasha, aks holda baxtsiz bo'lasan, deyapti. Allohning buyruqlariga isyon qilib banda Allohning buyrug'ini bajarmasa, Allohdan albatta jazo bo'ladi. Zakot ber dedi Alloh taolo. Zakot bersang, moling poklanadi, rivoj topib uni o'sadi hamda Allohning himoyasida bo'ladi. Aks holda shu narsa bo'lmaydi. Boshqa oyatda Alloh taolo fazkuruni azkurukum washkuruli va la takfurun. Meni zikr qilinglar dedi. Menga shukr keltiringlar dedi. Agar zikr qilmasa, shukr keltirmasa, bu insonning qalbi o'ladi. Mana bir qancha oyatlarni ko'rdik. Alloh buyrug'iga xilof ish qilsak, Alloh buyurganni teskarini qilsak, albatta jazo bor.